boshqatda yaxshi qiz bo'lish bu bizni baxtsiz qiladigan yashirin tuzoq. Har doim boshqalarga qulay bo'lish uchun ularga ichimizdan og'rinib ha deganimizda bizni ichimizdagi men asta-sekin yo'qola boshlaydi. Esingizdami, bizni bolaligimizdan shunday katta qilishgan. Yaxshi qiz bo'lsang, seni yaxshi ko'raman, yig'lama, uyat bo'ladi, hamma kuladi va hech kimni xafa qilma. Yaxshi qiz bo'l. Shu bois ko'pchiligimiz hayotimizda maqtov uchun yashaymiz, boshqalarni xursand qilamiz, lekin o'zimizni unutamiz. Natijada esa biz ichimizdan g'azablanamiz, o'zimizdan ko'nglimiz to'lmaydi, munosabatlarimizda ziddiyatlar keladi va bu orqali energiyaga to'lib xursand bo'lib yura olmaymiz. Sizni sevishlari uchun siz ideal bo'lishingiz shart emas. Keling, hozirdan, bugundan boshlang. Agar xohlamasangiz, ichingizdan istamasangiz, yo'q deyishdan qo'rqmang. O'z ichki hissiyotingizni, ichki xohishlaringizni eshiting. Har kuni kamida bir marta o'zingizni maqtang. Siz yaxshi qiz bo'lish uchun emas, o'zingiz bo'lish uchun sevilishga munosibsiz.